Xo'p, bu yerda ko'pchilik eslaydi. Gulistonda bozorda savdo qilib yurardim. Даже shu bozorda o'zida ham joyim tayini bo'lmas edi. Yoki boshqa joylarda ishlab yurardik. O'qishdan ham haydalib ketganman, tayinli. Hech kim bo'lmasligim kerak. Do'z menga shunaqa deyishgan. Ikkita yo'l bor edi. Yo bu yoqqa, men dedim, uchaman dedim. Men bu menga to'g'ri kelmaydi dedim. Shunday ekan hozir kuylaymiz. Qanotlari yo'q. Qora qarang yo'q, qara bo'larkan, xona qarang odamlar chola. Qanotlari yo'q, bulutlarni mahkam shola. Xona qarang odamlar chola. Xona qarang odamlar chola. Xona qarang o'tib ketdim ulardan. Axir ko'p-ku menga o'xshagan bolalar, ular ham menga o'xshab o'tsa bo'larkan. Bu so'zlar tanish o'zimga o'xshaganlarga, har bitta shansni mahkam ishlaganlarga, oylab do'stlar bilan ko'rishmaganlarga, qiziqib emas majbur ishlaganlarga, kimga bayramida chindan yangi yil, akasidan keyin kelganlar keyin, oldin ishlab oqlab yeganlar keyin, kelganlarga ham, bizga baxt uchun ko'p narsa kerak emas edi. Qorboboni kutardik har yili kelmas edi. Hayot titanik bo'lsa biz ichlar kelmas edi. Bayramlar ko'p lekin ular bizga kelmas edi. Bu ko'chada hech kim politsiyaga kelmas edi. Ota-onalarda ham ma'lumot olmas edi. Shu sababdan ular bolalarim o'qisin dedi. Bizda bo'lmagan hayot ularda bo'lsin dedi. Hamma narsamizni tik